Laboratoriya mashg'ulotimiz zanjirning bir qismi uchun ob-qonunni o'rganish. Biz laboratoriya mashg'ulotimizda ikkita multimetrdan foydalandik. Birinchi multimetrimizni o'zgarmas tok kuchlanishini o'lchash uchun volt holatiga qo'yib olamiz. Ikkinchi multimetrni o'zgarmas tok kuchini o'lchash uchun amper holatiga qo'yib oldik. Bizga yana kerak bo'ladi reostat, o'zgarmas tok manbai, o'rganiladigan qarshiliklar va ulovchi simlar kerak bo'ladi laboratoriya mashg'ulotimizda. Eslatib o'tamiz, o'zgarmas tok manbai sifatida 9 voltli batareykadan foydalandik. Multimetrlarimizning bittasini musbatini musbatga, manfiyini manfiyga qilib, voltmetr o'rniga, ikkinchisini esa xuddi shunday holatda ampermetr vazifasida ulab olamiz. Maksimum 20 volt multimetrlarimizni, birinchi multimetrimizni maksimum 20 volt rejimiga qo'yib oldik. Qarshiliklarni qiymatini bilgan holatda o'tayotgan tok kuchini 200 milliamper rejimga qo'yib oldik. Ampermetr rejimiga demak ampermetr rejimiga birinchi multimetrimiz, ikkinchi multimetrimiz esa voltmetr rejimiga o'tdi. Turli qarshiliklardan foydalandik. Zanjirimiz tayyor holatda. Iste'molchi uyasiga ulab oldik. Potensiyometr muruvvatini soat strelkasi yo'nalishida oxirigacha burab, kalitni ulab olamiz. Demak, kalitni ulaganimizdan keyin sekin-astalik bilan kuchlanishini orttira boshlaymiz. Ampermetr va voltmetr qiymatlarini yozib olamiz. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Demak, potensiyometr muruvvatini soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda sekin-astalik bilan harakatlantirib, demak, ampermetr va voltmetr ko'rsatkichlarini yozib olamiz. Tajribani bir necha marotaba, 6-7 marotaba yozib olib, jadvalga qayd etib boramiz. Birinchi namuna qarshilikni zanjirdan uzib, uning o'rniga ikkinchi qarshilikni ulab olamiz. Xuddi yuqoridagi tajribadagidek o'lchov ishlarini bajarib, xuddi shunday natijalarni qayd etib boramiz. Kalitni uladik. Potensiyometr muruvvatini soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlantirib, natijalarni yana yozib oldik. Bir necha marotaba, 5-6 marotaba natijalarni yozib olamiz. Va jadvalda har bir olingan natija asosida qarshilikni, o'tkazgich qarshiligini hisoblaymiz.